Magiya bu nima? Magiya bu so'z ko'p hollarda sirli, sehrli yoki g'ayritabiiy narsalarni eslatadi. Lekin aslida u inson ongining, niyatning va energiyaning tabiat bilan o'zaro aloqasini tushuntiruvchi qadimiy tushunchadir. So'zning kelib chiqishi va asl ma'nosi. Magiya so'zi qadimgi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, u donolik, ruhiy kuchni bilish san'ati degan ma'noni bildiradi. Qadimda mag bu sehrgar emas, tabiat qonunlarini biluvchi, ong kuchini boshqaruvchi donishmand inson bo'lgan. Asl magiya bu g'ayritabiiy kuch emas, balki ong, niyat va energiyani uyg'un boshqarish san'ati. Psixologik nuqtai nazardan magiya bu ong kuchi. Zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan magiya deganda inson fikr, e'tiqod va niyat orqali o'z realligini shakllantirish qobiliyati tushuniladi. Ya'ni fikr bu energiya, e'tiqod bu dastur, niyat bu yo'nalish, his bu kuch manbai. Agar bu 4 kuch uyg'un bo'lsa, inson o'z hayotida mo'jizalar yaratadi. Bu mo'jizalar aslida psixologik rezonans natijasidir, sehr emas. Shuning uchun ko'p ruhiy ustozlar aytishadi, magiya bu aqlni emas, niyatni tozalash. Tasavvuf va ruhiy nuqtai nazardan magiya niyat va duoning kuchi. Tasavvufda magic kuch tushunchasi duo va niyat qudrati sifatida ifodalanadi. Sufiylar aytishadi, pok niyat bilan aytilgan so'z Allohning nuri bilan kuchlanadi. Ya'ni agar insonning qalbi toza, niyati pok, so'zi rost bo'lsa, uning duosi so'z yoki fikri energiya shaklida haqiqatga aylanadi. Bu magiyaning eng yuksak ilohiy shakli. Magiya aslida qanday ishlaydi? Bu jarayonni 3 bosqichda tushunish mumkin. Birinchisi, tafakkur, fikr. Siz bir fikrni yaratdingiz. Bu energiya zarrachasi. Ikkinchisi, niyat, yo'nalish. Siz bu fikrni maqsad sari yo'naltirdingiz. Bu tebranish yaratadi. Uchinchisi, his, kuch. Siz bu fikrga his bilan kuch berdingiz, u maydonda jonlanadi. Natijada sizning ong maydoningiz reallik bilan rezonansga kiradi va sehr ro'y beradi. Ammo bu g'ayritabiiy emas, balki tabiiy ong qonunidir.